Hammaga assalomu alaykum. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugundan boshlab bu kanalda sizlar bilan birgalikda 2D va 3D programmalarda mukammal animatsiya qilishni o'rganamiz. Demak, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda After programmasini o'zida 3D obyektlarni detallarigacha hech qanaqa bir pluginlarsiz animatsiya qilishni o'rganamiz. O'zi bilsanglar kerak, bunaqa animatsiyalar After ichidagi Element 3D plugini orqali tayyorlanardi. Lekin pluginning o'zi bir bosh og'riq. Shuning uchun men shu narsaga yechim sifatida hech qanaqa bir pluginlarsiz animatsiya qilishni bugungi videoda sizlarga o'rgataman. Demak, birinchi o'rinda bizga o'zimiz kerak bo'lgan 3D modelni Sketchfab saytidan yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Hop, bu saytda sizlar 3D modellarni tekinga sifatli tarzda yuklab olishingiz mumkin. Yuklab olish mana bu yerda tekinlari doim ham yuklab olish belgisi turadi. Mana bularga kiradigan bo'lsanglar, bu yerda sizlar yuklab olmaysizlar. Qanaqadir crack versiyalarni yuklash kabi yuklab olsanglar bo'ladi. Lekin tekinlari doimo bunaqa ikonkasi turadi tepada. Demak, masalan bizga kerak bo'ladi mana shu Porsche 3D modeli va mana shu Porsche yurg'izib, balonlarni yurg'izib, eshiklarni ochishimiz mumkin. Blender After programmasida. Avvalambor After programmasiga kirishimizdan oldin birinchi o'rinda Blender programmasida animatsiya qilmaymiz. Blender programmasida modellarni ajratib olamiz. Bu narsa siz Blender bilasizmi, bilmaysizmi, farqi yo'q. Shunchaki kirib orqamda takrorlasangiz, albatta sizlarda ham o'xshaydi. Demak, bizga mana shu Porsche 3D modeli yoqdi deylik va uni yuklaymiz. Hamda download 3D model bo'lib turibdi. Bossak, JLB format deydi yokida Blender formati ham bor. Bizga mayli 4K JLB formati yuklaymiz. Demak, yuklandi va u anaqamizni, papkamizni tashib olamiz. Mana Porsche'miz turibdi. Blender programmasiga kiramiz. Blender programmasi agar sizlarda bo'lmaydigan bo'lsa, shunchaki uncha qiyin emas, tekin programma o'zi bu. Blender download desak, albatta bizda chiqib keladi. Download Blender 5.1. Men hozir 5.0 ishlataman. No farqi yo'q. 5.1 ishlatsanglar ham bo'ladi. Mana bu download Blender qilib shunchaki yuklasanglar bo'ladi. Unaqa After'ga o'xshab bosh og'rig'i yo'q. Demak, Blender programmasiga kirib olamiz va kirganimizda bizda birinchi bo'lib mana shunaqa oyna hosil bo'ladi. Bu oynada ko'rib turganingizdek, bu qismda oldin kirgan proyektlarim bizga yangi proyekt ochishimiz kerak. Shunchaki mana bu chekkasini bitta bosib qo'ysak, biz уже yangi proyektga kirib ketamiz. Mana bu narsalarning hammasini belgilab turib, delete qilib yuboramiz. Kerak emas bu narsalar. Demak, endi boyagi obyektimizni Blender programmasiga olib kirib olishimiz kerak. Buni ikki xil usul bor. Shunchaki fayl bo'limidan import qilib, bu yerdan JLB formatda bossak va uni mana bu yerdan tanlab qo'ysak, avtomatik rafga tushadi. Yoki shunchaki mana bu yerdan olib bundoq tashlasanglar ham avtomatik bizning modelimiz tushadi. Endi bizga kerak emas bo'lgan narsa mana bu pastki qism kerak emas. Shunchaki bosamiz va delete qilamiz. Endi ko'radigan bo'lsak, bizda obyektni har bitta qismi alohida emas, ko'ryapsizlarmi? Nima desam bo'ladi? Balonlarni ko'rasiz, diskasi alohida bo'lyapti, shinasi alohida bo'lyapti. Bu narsa kerak emas. Bizga bitta balon diskalari bilan bitta gruppa, orqa balon diskalari bilan bitta gruppa, umumiy eshuklari ikkitasi bitta gruppa va umumiy Porsche o'sha modelning o'zi bitta gruppa bo'lib turishi kerak. Buning uchun nima qilamiz? Birinchi bo'lib biza balonlardan boshlaylik. Mana bundoq bossam, bu yoq tomondagi diska ham va bu yoq tomondagi diska ham belgilanib turibdi va bizga bu narsa kerak emas. Shuning uchun nima qilinadi? Hamma balonlarni oldin belgilab chiqamiz. Qanaqa belgilanadi? Bosamiz, mana belgilandi. Shiftni bosish xuddiki After'ga o'xshab. Shiftni bosib turib, diskasining ustiga bosamiz. Mana G ni bossa degan bo'lsak, mana bu yoqqa yurg'izishimiz mumkin. Ko'rib olamiz. Demak, ikkita narsa qolib ketdi hali. Yana bitta bosamiz, qorasini ustiga, mana qorasini ustiga bosamiz. Mana qolib ketdi. Mana endi mana sariq qolib ketdi. Bo'ldi. Demak, uje belgiladik. G ni bossak, bunda yurg'izishimiz mumkin. Endi bu narsani bitta gruppa qilib olamiz. Bunda olamiz, shiftni bosib turib bunda belgilasak, bitta gruppa qilib olish uchun biza Ctrl J ni bosadigan bo'lsak, mana endi bizda bitta gruppa bo'ldi, ikkita balon. Bularni ajratib olamiz hali. Endi orqa balonni ham xuddi shunaqa qilamiz. Shinasini, ichidagi diskalarini va mana bu qorasini va bunisini ham mana belgilab olib, Ctrl J qilamiz va bizda alohida bitta nima desam bo'ladi, gruppa bo'lib shakllandi. Endi nima qilamiz? Hamma balonlarni belgilaymiz. Mana buni belgiladim, mana hammasi belgilandi. Mana G ni bosib bunda yurg'izyapman prosta. Xo'p, belgiladim. Endi men shu faqat to'rttalasini hozircha ko'rib turishim kerak. Xuddiki After Effects programmasida bizda mana bu narsa bor edi-ku, masalan, layer bo'lsa,
ko'p bo'lsa, bittasini belgilashni nima qilardik? Mana bu dumaloqni bosib qo'yardik xolos. Xuddi shunga o'xshab, biz hammasini belgilab turib, mana shu narsalarni o'zini ko'rish uchun shunchaki so'roqqa bossak, so'roq bor-ku, klaviaturada so'roqni bossak, avtomatik ravishda mana shunaqa faqat shularni ko'rsatib beradi, qolgan narsalar ko'rsatilmaydi. Endi bu balonni alohida, bu balonni alohida va bularni alohida qo'yishimiz kerak. Ya'ni 4 ta balonni 4 ta guruhga qo'yishimiz kerak. Buning uchun bosamiz. Mana bu yerda objective mode bor, uni edit mode qilgan holatda bu yerdan mana buni bosib belgilaymiz. Birinchi balonni hammasini belgilaymiz va P harfini bosgan holatda selection qilamiz. Bu yog'ini ham belgilaymiz. P harfini bosib selection qilamiz. Bo'ldi. Endi objective modega qaytamiz. Xuddi shunaqa buni bosamiz. Edit modega kiramiz va bundoq qilib P ni bosib selection, buni ham P ni bosib selection qilamiz. Mana endi ko'radigan bo'lsak, bizda har bitta obyekt, ya'ni har bitta balon alohida gruppalarda ajralib turibdi. Endi bunda ham xuddi shunaqa nima desam bo'ladi? Enter point bor. Ya'ni enter point ko'radigan bo'lsanglar, bizda mana bu yerda uni markazi o'sha yerda. Agar buni aylantiradigan bo'lsa, mana o'sha nuqta atrofida aylanadi. Ularni markazga olib kelishimiz kerak. Ya'ni har bitta obyektni markazga olib kirishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? Har bittasini belgilab turib, mishkan o'ng tomonga bosamiz va mana bu yerdan Origin to Geometry ni bosib qo'ysak, avtomatik hammasini mana ko'radigan bo'lsak, o'zini nuqtasiga qaytyapti. Endi yana bitta so'roqni bosib olamiz va qolgan narsalar ham ko'rinadi. Xo'p. Bu narsalarni bundoq belgilaymiz. Dumaloqlarni, ya'ni balonlarni belgilab turib, mana bu bo'limdan ko'zini o'chirib turishimiz kerak. Chunki ko'zini o'chirib turishimizga sabab o'chiramiz. Hop, tepadigini ham topamiz. Bunday kattaroq ochib olaylik. Hop, demak bizga bu kerak va bu kerak, to'g'rimi? Buni ham belgilanib turibdi o'zi. Ko'zini o'chirib turamiz va endi mana bu qism kerak bizga. Hop, eshiklarni alohida qilib olamiz. Voy. Juda ham mayda bo'lib ketgan ekan. Xo'p. Eshiklar shart emas. Mayli. Eshiklarni ochib olsanglar ham bo'ladi-yu, lekin hozir juda ham darsimiz cho'zilib ketadi. Umumiy tushunchani tushunib olsanglar, menimcha yaxshi. Chunki hozir ko'radigan bo'lsak, har bitta obyekt alohida bo'lib. Bo'pti, yana bitta yechim bor, shuna qilib qolaylik. Hammasini belgilab turib, bitta guruhga qo'yamiz oldin, Ctrl+J qilamiz. Xuddiki balonni qilganimizdek, endi edit mode bo'limiga o'tgan holatda mana bu qismni belgilab, bunda bitta belgilaymiz va L harfini bosamiz. O'zi o'sha beradi mana. O'zi o'sha berdi. O'sha qismda o'zi o'sha berdi. Va mana bu ham ulangan bo'ladi albatta unga. Yana L harfini bosamiz. Ulandi. Buni ham bosamiz. L harfini bosamiz. Hammasini bunda belgilaylik. Shiftni bosib turgan holatda, albatta. Mana buni ham L harfini bossak. Yana L harfini bosamiz. O'zi topib olish kerak. Mana bu qismni ham bundoq belgilaymiz. Ichki qismlarni belgilayapman hozircha. Va mana bitta ortiqcha qismni belgilanib ketdi. Demak, Ctrl+Z qilaylik. Bu yerda ortiqcha qismni belgilanib ketsa, bizning animatsiyamizga ta'sir qiladi. Shuning uchun atmay qilamiz uni. Okey. Bu yerda ham yana bitta L harfini bosib olamiz. Ya'ni o'sha eshikdagi hamma narsani belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. O'zi shunaqa modellar bor, o'zi alohida qilib bergan bo'ladi, lekin unaqalarni topish juda ham qiyin. L harfini bosamiz, mana oynasini qilib berdi va bu tomonni ham bosib L harfini bosamiz. Xuddi shunaqa shaklda davom etasizlar. Demak, L harfini bosamiz, mana yana bitta qilib berdi. Xo'p, boshqa yoqlarga o'tib ketmayapti, to'g'rimi? Bo'ldi. Endi nima qilishimiz kerak edi? Bularni bitta guruhga qo'yish uchun, ya'ni guruhdan oldingi guruhdan ajratib olish uchun nima qilamiz? P harfini bosib, selection bosadigan bo'lsak, mana endi bu yoqqa chiqsak, mana bu edit mode bo'limidan eshigi mana alohida bo'lib turibdi. Ko'rasizlar? Endi xuddi shunaqa bu yoq eshigini ham xuddi shunaqa qilib olasizlar. Xo'p, endi bitta obyekt qilib oldik, bu yoqni ham, bu yoqni ham. Endi nima qilamiz? E'tibor berishimiz kerak bo'ladigan narsa eshikni qaysi tomondan ochilishi. Agar buni hozir After Effects ichiga olib kirib, rotation'ni buradigan bo'lsak, mana bunaqa aylanadi. Lekin tabiiyki bunaqa eshigi ochilmaydi. Endi enter point'ni to'g'rilab olishim kerak. Ruchno to'g'rilash uchun buni endi agarda boyagidagi mishka o'ng tomonini bosib, geometrini bosadigan bo'lsam, markazga turib qoladi. Bizga markaz kerak emas. Eshikni enter point'i mana bu qismda bo'lishi kerak. Shuning uchun mana bu yerdan 3 tasini belgilab turib, bu qismdan mana bu yoqqa o'tkazib qo'yamiz. Mana bunda o'tkazib qo'yadigan bo'lsak, bizda endi eshigimiz
logikali ochiladi. Mana. Hop, mana ochilyapti. Endi xuddi shunaqa ochilishi kerak o'zi, tabiiyki. Buni ham xuddi shunaqa qilamiz. Bu qismdan bu yoqqa suramiz va bu qismdan esa bu yoqqa surib qo'ysak, bizada chetki qismiga o'tyapti. Ya'ni endi hozir ruchnoy qilishni o'rgatyapman. Buni o'zi bitta klik orqali ham qilsangiz bo'ladi. Mayli. Belgilaymiz. Ana endi ko'radigan bo'lsak, ko'ryapmiz. Har bittasi alohida enter pointi ham bir joyda turibdi. Xo'p. Balonlarni ham yoqamiz. Balonlarning ma'nosini to'g'rilab olamiz. Qiyshayib turibdi. Dolibni to'g'rilab olamiz. To'g'rilandi. Bu qismni ham dolib to'g'rilab olamiz. Bo'ldi. Endi qiladigan narsamiz bo'ldi. Blenderda qiladigan ishimiz tugadi. Endi After Effects programmasi nimani ochadi? JLB formatda hech qanaqa pluginlarsiz ochadi. Shuning uchun JLB formatda o'sha eshigini, mana bu qismini yoki balonlarini alohida eksport qilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun buni, eshiklarini, buni udalayib turaman. Balondan boshlab eksport qilishni boshlayman. Export JLB va boyagi joyimizga bitta yangi papka ochib, kar deymanda ichiga tashlashni boshlayman. Birinchisi bir balon deyman. Ketdi. Endi saqlanib bo'ldi. Endi bu yoqqa o'tib Ctrl Z qilaman, orqaga qaytadi. Ketdi. Bu yerdan endi mana bunisini 2 marta bossam, o'sha belgilangandan tashqariga chiqadi va yana delete qilishman. Bu yoq balon qoldi. File, Export, JLB va bu yerdan 2 balon deyman. Export. Yana Ctrl Z qilib, buni belgilab, endi bunisini admin qilaman. Delete qilamiz. File, Export, JLB va bu yerdan 3 qilaman. Ctrl Z belgilaymiz va buni ham delete, file, export, JLB. Bu esa 4-balon bo'ladi. Xo'p. Ctrl Z buni belgilaymiz va eshiklari. Hop. Delete, file, export, JLB. Bu esa chap eshik deylik. Yo, 10 eshikmi? 10. 10 eshik. Ctrl Z belgilaymiz. Bunisini admin qilamiz. Ichiga kirib bosmasak, admin bo'lishi qiyin. Bo'ldi. Delete, file, export, JLB va bunisi chap. Ctrl Z belgilaymiz va asosiy anaqani ham biza eksport qilishimiz kerak bo'ladi. File, export, JLB va card yozib qo'yaman bu. Endi nima qilamiz? Ya'ni Ctrl Z qo'yaman. After programmasiga kiramiz. After programmasiga kirganimizdan keyin, xo'p, bular kerak emas. Boyagi JLB formatlarimizni olib kiramiz. Shunda olib, shunda tashlab olsak ham bo'ladi. Bunda mana faylimizdan olib tashlab olsak bo'ladi. Nomlarigacha turibdi va hammasini belgilagan holatda bitta kompozitsiyaga bunda olib tiqib qo'ysak, xo'p, bu 2 sekund emas, bir 5 sekundlik kompozitsiya ochilsin. Okay, mana. Okay, bosib tashlaymiz bu yerda. Bo'ldi. Mana bitta nuqtada ajoyib shaklda shakllandi. Lekin endi masalan karimizni, ya'ni mashinamizni aylantirsak boshqalar aylanmaydi. Shuning uchun uni bitta nolga ulab olamiz. Yangi nol ochamiz. Demak, bizda yangi nol bor. Ochamiz va qolgan obyektlarimizni unga ulab qo'yamiz. Endi agar uni aylantiradigan bo'lsak, hech qanaqa o'zgarmaydi. Ya'ni 3D o'zgarmaydi. Shuning uchun endi 3D sini bunda yoqadigan bo'lsak, bemalol 3D holatda aylantirsak bo'ladi. Xo'p, ana endi masalan biz bemalol animatsiya qilishimiz mumkin. Animatsiya qilishimizdan oldin tekshiramiz, obyektlarimizda enter pointi joydami. Demak, bizda birinchi balon markazda turibdi. Uni mundoq 4 ta balonni belgilaymizda, enter pointda Ctrl bosib turib yoki home bossak ham bo'ladi. Ctrl bosib turib mana ustiga 2 marta bossak, avtomatik markazga turib qolishi kerak edi. Birinchi balonni belgilaymiz. Hop, bundoq qilaylik, uni o'qib turaylik. Bundoq qilamiz. Birinchi balon ketdi. Mana ko'radigan bo'lsak, markazga o'tdimi? O'tdi. Ikkinchi balon ketdi. Markazga o'tdimi? O'tmadi. Ikkinchi balon siljib ketdi. Shuning uchun bunda to'g'rilab qo'yamiz. Ruchnoy V ni bosamiz. Bu yoqqa to'g'rilab qo'yamiz. Xo'p, aylantiramiz. Demak, bu yoq qismi ham ajralib ketdi. Bundoq qilib ichiga tiqib qo'yamiz. Buni ko'radigan bo'lsak,
sal tashqariga chiqib ketdi-yu. Ikkinchi balonni ham bundoq qilib yotib qo'yamiz. Xuddi mana bu 3 to'rni ham KTR bilan ustiga bosamiz. Ajralib ketib qoladigan bo'lsa, 3-balon lekin joyida turibdi. Mana ko'radigan bo'lsak, 3-balon ham mana bundoq bo'lsak, 3-balonimiz yo'q. Bu ham siljib ketibdi. 3-balonni ham belgilab, bundoq ozgina siljitib qo'yamiz. Bo'ladi. Ya'ni entry pointlari siljib ketib qolishi mumkin. Shunisi minus tomon. Xo'p, bunisi 3-balon yana. Bu yoqqa ham siljitib qo'yamiz ozgina. Hop, 3-balon ichkariga ozgina tortib qo'ysak, bo'ldi. Endi 4-balonimiz qoldi bitta. Shu 4-balonimizni to'g'irlab olsak bo'lgani. Xo'p. Bo'ladi. 4-balonni ichkariga kirgizamiz. Ichkariga kirgizgandan keyin bitta tekshirib olamiz. Bo'ladi. To'g'ri, bu narsani mana bittan 4 tali view qilib ham yo'g'ida 2 tali view qilib ko'rsanglar bo'ladi. Mana bittan ham bundoq qilib ko'rsanglar bo'ladi, lekin baribir ham har xil usul bilan ko'rsatib ketaman. Demak, ana endi karimizni albatta markazda turibdi. Chap eshik. Hop, rotation bilan buramiz. Chap eshikni ko'ramiz. Demak, rotation'ni bundoq ochadigan bo'lsak, bu g'oyib emas. Mana entry point'i demak uni noto'g'ri turibdi. Endi xuddi shu narsani mana bu qismdan entry point'i bundoq belgilab turgan holatda taxminan mana bu nuqtaga qo'yadigan bo'lsak, uni aylantirsak, mana aylantirsak, bemalol ochiladi. Mana ko'rasizlar. Xuddi shunaqa o'ng eshikni ham olamiz va entry point o'tib olgan holatda mana bu qismga qo'yib qo'ysak, uni ham rotation'i bizda ochilib yopiladi mana. Demak, endi biz har bitta obyektda, ya'ni mashinamizning har bitta detalini animatsiya qilishimiz mumkin. Masalan, bittali ekranga o'tib olaman. Masalan, endi e'tibor beramiz. Rotationimiz 0 tursin mana shu, ya'ni bizga qarab tursin. 0 bo'ladi. Sal aylanib bundoq bo'lib tursin. Eshiklar ochilgani ko'rinadi. Position bilan bu yoqqa turadi va shu qismda uzoq masofadan taxminan mana Z to'qi mana bu yerda, bu yerda mana shu masofadan yurib kelsin. Taxminan 2 sekundda bizani oldimizga keladi bu mashina. Bundoq olib kelamiz, takoy. Va grafik bilan ozgina ishlab olsak, обычный boshida sekin, o'rtada tez va oxirida sekin ko'ramiz. Xo'p, bu yerda bug bo'lyapti. Demak, bu yerda bugda bizda nima qilishimiz kerak? Buni saqlanib qo'yishga oldin saqlanib qilamiz. Xo'p, bir deyman. Xo'p, bu yerda bug bo'lyapti. Bitta After Effects kirib chiqishimiz kerak. Agar sizlarda ham sizlar sotib olasizlar, sotib olmaysizlar, farqi yo'q. Bu After Effects o'zining bugi. Ya'ni probelni bosganingizda timeline yurmaydi. Shuning uchun bitta kirib chiqsa, bu narsa bizda ishlab ketadi. Demak, After Effects programmasiga kirdik. Boyagi proyektimizga kiramiz va ana endi animatsiya qiladigan bo'lsak, bizda o'xshaydi mana. Animatsiya bo'lyapti, faqat sal unroq qilishimiz kerak ekan. Qo'y mana bu qismga ko'ramiz. Bo'ldi. Mana bu qismni endi ko'radigan bo'lsak, balonlarimiz aylanmayapti. Xo'p, balonlarimiz hammasini belgilab turib, rotation'ni qaysi o'qqa aylanish kerak? Bizda X o'qqa aylanish kerak. Bunaqa bo'lib aylanish kerak. Xuddi shuning uchun taxminan aylanversin, bir shuncha aylansin deylik. Hammasini belgilab turib, F9 ni bosib ichkariga kirib, boyagi grafikimiz bilan bir xil qilib qo'yamiz. Mana, normali chiqdi. Ko'radigan bo'lsak, bizda уже obyektlarimiz harakat qilyapti. Mana. Xuddi shunaqa eshiklarni ham mana to'xtagandan keyin rotationlarga keyframe bergan holatda mana Z to'qlariga keyframe beramiz va bu qismda bundoq ochiladi. Bu yoq qism, bunisi esa bu yoqqa ochiladi. Mana. Bounce qilsa ham bo'ladi. Ya'ni bu bizda bounce bor edi, adashmasam. Bu qismda hop. Bizda bounce kodi bor bir seriyada. Ya'ni hozir Apple Steel degan bounce'imiz bor. Xuddi o'shanga bounce beradigan bo'lsak, xuddi eshik ochilganda mana bunday qilib ochiladi-yu. Uni ruchna qilsanglar ham bo'ladi-yu, lekin bounce effekti orqali ham qilsanglar bo'ladi. Buni oxirgi keyframe'ga anaqa beramiz. Nima desam bo'ladi? F9 dan tashlaymiz, easy dan tashlaymiz va kod beramiz. Boyaga kodimizni beramiz. Bizda bounce kodi bor, hamma bilsa kerak buni. Ketdi. Mana, ko'rasizlar. Faqat endi bu bitta ochiladigan bo'lsa, ajoyib ko'rinadi.
ketdi va qaytib keyframe berib qaytib yopib boramiz. Ya'ni bu 0 ga qaytadi, bu ham 0 ga qaytadi. Faqat endi bu bounce bilan bo'lmaydi. Shunchaki tezroq yopiladi. Bundoq bo'ladi. Tap qilib yopiladi. Bitta qilib ko'raylik shuni. Mana. Sal bilindi. Shunda ham chunki bounce'imiz qolib ketdi. Bo'ladi. Ana endi ko'radigan bo'lsak, bizda dock kelyapti, eshik ochilyapti va yopilishi bilan qaytib yana oldimizdan o'tib ketishi kerak bo'ladi bu. Bundoq bo'ldi, ketdi. Va xuddi shu narsani hozir ruchnoy qilyapmiz. Boya aytib o'tganimdek, ikkitali ekran qilib qilsak ham bo'ladi. Faqat mana ko'rasizlar, sal o'nroqqa ketib qoldi. Shuning uchun shu narsani bunda chaproqqa tortaylik, ko'ramiz. Bo'ladi. Va xuddi shu qismda mana bu balonlarimizga ham endi logika bilan qiladigan bo'lsak, bizda yana keyframe berishimiz kerak bo'ladi. Hop, aylantiramiz. Ketdi. Sal sekin bo'lib qoldi menimcha. Ketdi. Hop, bu yerda F9 ni bitta bosib olsak, normal bo'ladi. Bo'ldi. Ko'rdinglar? Ya'ni bu yerda umuman qiyin narsa yo'q. Endi bu yerga biz o'zimizga kerak bo'lgan effektlarni boshqa narsadan qo'shishimiz mumkin. Masalan, bitta solid ochib, taxminan bir mana shunaqa rangli solid ochib, yer sifatida uni 3D layerni yoqadigan bo'lsa ishlaydi. Va uni rotationini bundoq burib, masalan 90 gradusga, -90 gradusga burib, pastroq qilib qo'ysak, mana bunday pastroq qilib qo'ysak, balondan skenni sal kattalashtirib qo'ysak, mana xuddiki o'shani tagida yurayotgandek bizga effekt beradi. Ko'rasizlar? Endi xuddi shunaqa agarda bu narsalarga effekt beradigan bo'lsa, bizda ishlamaydi. Shuning uchun nima qilamiz? Hammasini belgilab turib bitta gruppa qilib olamiz. Bunda pastda turadi. Bitta gruppa qilib olamiz. Gruppa qilganimizdan keyin Advanced 3D turibdi, to'g'rimi? Buni klassik o'tkazib qo'yadigan bo'lsak, bizda effektlarimiz bemalol ishlaydi. Shuning uchun mana bu effektga, mana bu tepadagi mashinamizga shadow effektini beradigan bo'lsak, bundoq berib, bundoq o'tkazib, qo'y to'g'rilab beradigan bo'lsak, masalan, ozgina ko'p emas. Bundoq beradigan bo'lsak, buni opacitysini sal pasaytirib, takoy softness sal pasaytirib, ko'paytirib, mana bu startni bundoq kamaytirib qo'yadigan bo'lsak ham bo'ladi. Buni to'g'riroq berish kerak bo'ladi. Yoki obishniy shadowdan ham foydalansanglar bo'ladi. Endi vaziyatga qarab. Xo'p, mana endi faqat bunga ma'nisiga, ya'ni ma'nunga bizga keyframe berishimiz kerak bo'ladi. Oddiy shadowdan ham foydalansanglar bo'ladi, ya'ni drop shadow bor-ku After o'zligi. Drop shadowdan foydalanib bundoq bersanglar ham bo'ladi. Uni ko'paytirib, ma'nisini juda ham kamaytirib, ozgina bilinmas berib, mana qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Baribir ham bu reallikni chiqmaydi-yu, bizda 3D modellarda qisqa modellarni ishlatayotganimizda bu narsalar kerak bo'ladi. Umumiy effektlar ham bersanglar bo'ladi. Masalan, umumiy oxirgi, ya'ni orqa backgroundimizga shiftga buni rangini takoy mana bunday qilib qo'yib, orqasiga bulut nimadirlar qo'yib, o'zimizdan idea qo'shib boyitsak bo'ladi bu narsalarda. Masalan, adjust layerga bundoq qilib deploy'ni qilamiz. Va bu yerda kamaytirgan holatda, masalan, buni va yana adjust layer berib, bu yerda CC vignette beraylik ozgina. CC vignette beramiz. Va xuddi shu jarayonda yana bitta, masalan, noise bera olsak ham mumkin. Noise. Xo'p, noise bu yerda RGB ko'rsatyapti, mana buni bosib qo'ysak, bizda RGB dan ketadi. Xo'p, mana. Ko'rasizlar? Xo'p, mana. Bu yerda full ko'raylik bitta. Ketdi. Endi bitta full ko'ramiz. Saqlanib qo'yamiz. Demak, aytib o'tganimdek, bu yerda Blender programmasida ham uncha qiyin joyi yo'q. Endi modelimiz qancha kichkina bo'lsa, shuncha oson bo'ladi. Bu yerda modelimiz ko'p, ishimiz ko'p, ularni alohida qilib boshqa qildik. Lekin Element 3D'sidan biza xuddi shunaqa kачестводagi video chiqarishimiz mumkin. Xo'p, demak bugungi videomiz shundan iborat edi. Bugungi darsligimiz shundan iborat edi. Video haqida albatta o'z fikringizni yozib qoldiring. Va yakuniy natijamiz bizda mana shu. Endi bu yerda aytib o'tganimda o'zingizdan ideya qilib, turli xildagi animatsiyalarni tayyorlasanglar bo'ladi. Mana bu
bizadagi yakuniy animatsiya. Agar bu videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa va shunaqa sifatli darsliklarni ko'proq chiqishini xohlasangiz, avvalambor kanalimga obuna bo'ling va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu juda ham muhim.